Ulug'larni birlaridan so'ralgan. Ota-ona bilan ba'zi masalalarda tortishsa bo'ladimi? Savolni qarang. Ota-ona bilan ba'zi masalalar xususida tortishsa, ular bilan gap talashsa bo'ladimi? Muzokara qilsa, bahs-munozara qilsa bo'ladimi deb so'ralganda, o'sha ulug' zot aytayaptilarki, ota-onaning o'zi bilan tortishishni qo'ya turaylik. Ota-onaning kiyadigan poyafzali bilan ham tortishib janjallashib bo'lmaydi deyshgan. Oq bo'lish degani ota-onani rozi qilish emas, ularni g'azablantirish deganidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda ularga uf dema degan. Agar uf desangiz, ularga shirin so'z ayt degan. Agar shirin so'z aytish o'rniga qo'pol so'z aytsangiz, ularni jerkima degan. Ularni jerksangiz, haqqiga duo qil degan. Haqlarga duo qilmasangiz, ota-onangizga oq bo'lasiz. Ota-ona seni oq qildim, ko'k qildim, rozi emasman bergan sutimga. Dunyoyu oxiratda rozi emasman, noroziman sendan, g'azabdaman deyish shart emas. Va zotan ota-onalarimiz bunaqa deyishmaydi. Uncha-muncha ota-ona jonidan to'ydirib yuborsa ham farzandi bunaqa gapni aytmaydi. Faqat onalar aytishi mumkin, o'shanda ham qarg'amaydi. Balki seni tug'may men o'lay deb o'zini qarg'aydi. Faqat ona shu gapni aytadi, o'shanda ham o'zini so'kadi. Bolasini so'kmaydi. Yomon, jamiyatga zarar kunanda bo'lgan bolasini shu ona ham so'kmaydi. Oppog'im, yumshog'im deydi. Lekin ota-onangiz sizni gapingizdan afsuslanib, nadomat qilib, xafa bo'lib, dillari og'rib, qalblari vayron bo'lib, parchalanib, ko'zlariga, kipriklari ostiga bir yosh qalqiydigan bo'lsa, yuzlarida mahzunlik asari ufurib turadigan bo'lsa, yoki bir xursunib, chuqur nafas olib, "Oh" deydigan bo'lsalar, shu sizni oq bo'lganingiz bo'ladi. Ota-onaga jerksangiz, ota-onaga qo'pol gapirsangiz, ota-onaning oldida qo'lingizni harakatlantirib, mana bu ko'cha tilida aytganda, qo'lini qilich qilib gapirdi deydi-yu, ana shunday qilib gapirsangiz, ota-onangizning gapini bo'lsangiz, ota-onangizning so'zini 251-marta eshitayotgan bo'lsangiz ham xuddi birinchi eshitayotgandek shavq zavq bilan tinglamasdan, o'tgan safar ham shu gapni gapirdingiz, bitta gap qaytaraverasizmi ona deydigan bo'lsangiz, ota-onangizni oldida oyoq uzatib, yonboshlab yoki bo'lmasam bir beodoblarcha o'tiradigan bo'lsangiz, ota-onangizni oldida harakatlanib, qo'lingizni harakatlantirib gapiradigan bo'lsangiz, ota-onangizning yuzlariga g'azab bilan, jahl bilan, "Yevoraman" degan ko'z bilan boqadigan bo'lsangiz, yana boshqa ko'plab noqulayliklarni qiladigan bo'lsangiz, siz ota-onangizga o'sha zahoti oq bo'lasiz. Ulamolarimiz aytishadiki, hatto ota-onangga noxush xabarlarni ham aytma deyshadi. Masalan, falonchi o'lib qopti ona degan gapni onangizga aytmang. Chunki odatda noxush xabarlarni tarqatadiganlar ko'p bo'ladi shundoq ham. Hamma falonchi o'lib qopti, eshitdingizmi? O'tib qoptilar deb hamma bir-biriga aytadi. Facebookda aytadi, Telegramda aytadi, hayotda aytadi, hamma yomon xabarni aytishga ishqiboz bo'ladi. Siz xush xabar aytuvchi bo'ling. Yaxshiliklarga kalit bo'ling, yomonliklarga qulf bo'ling deyshadi. Xursandchilik gaplaringizni, yutuqlaringizni onangiz bilan otangiz yonida gapirib maqtaning. Sizlarning duolaringiz bilan bo'ldi bu hammasi. Sizlar orzu qilgansizda, sizlar Xudodan menga bildirmay yashirin ibodatlarni so'ragansizda. Shunga Alloh taolo duolaringizni ijobat qilib, Habibini so'zini rost aylab, meni haqqimdagi qilgan duolaringizni ijobat qilib, bu yutuqlarni, bu zafarlarni menga yor ayladi deb ayting. Lekin kamchiliklaringiz, muammolaringiz, og'aynim qarzini so'rab kelyapti. Svetdan qarzimiz bor edi, chiroqdan o'chirib qo'ydi chirog'imizni. Yegani nonimiz qolmadi. Keliningiz menga gap qaytaryapti. Nevaralaringiz aytganimni qilmayaptiga o'xshagan yurakni siqadigan gaplarni ota-onangizga aytmang. Ular siz bir marta siqilsangiz 100 marta siqilishadi. 1000 marta siqilishadi.